Voy Jo'xa, menga yordam ber bor. Ha, nima deysan? Qanaqa yordam? Bu yoqqa chiqib kel ko'rasan. Mayli, hozir. Qanaqa yordam? Yib borsiz. Nima bu? Voy, yaramas. Qo'rqma, indamaydi senga. Qanaqasiga indamasligi mumkin? Tentaymisan Ender Dragonni qayerdan olding? Kim yoqqa indamaydi deganda keyin indamaydi, indaganga men indardi. Hozir boraman, lekin qarada, agar biror nima qilsa sen javob berasan. Qo'rqma. Mayli, hozir chiqaman, to'xtab tur, chiqib olayin. Qayerdan olding buni? Tutib oldim, tuxumidan chiqdi. Ha, yaxshi. Ariq tegmaydimi? Yo'q. Qarachi uy qurish kerak. Mana shu uyimda ikkinchi qavatini uy qilish kerak bo'lgan. Tushunyapsanmi? Qilib bergan iltimos, men qo'lim yo'q-ku. Ha, bilaman, hamma jitildi qo'li yo'q. Pulingni beraman, qilib ber iltimos. Avval ber, keyin qilib beraman. Menda naqd yo'q endi, o'shanga mana shu ikkitani olib qo'yib qo'yor. Ha, bo'ldi. Mana shu o'zi naqd yo'q qishloqqa tentak. Ha, shunaqa. Qarachi qurib ber iltimos, men ishlarim bor, ketdim. Mayli, tegsa agar ko'rasan mendan. Qo'rqma, tegmaydi. Qaraysan, Ender Dragon bachcha, yaxshimisan? Ishlar yaxshimi? O, ko'zlarini qaraylar, pushti ko'z. U og'zi ham ochilar ekan. O, tegma menga, agar tegsang bor, ursam hozir tegadi 100%. O'shaning uchun bo'pti, sen shu yerda o'tirib turma, bu uyimdan asl uskuna instrument, qaror ishlarni olib kelayim. Xo'p, birinchi o'rinda bizga kerak bo'ladigan narsa instrumentlar bo'lardi. Xotin qayerda ekan, bitta choy damlab qo'ysa, charchab kelgandan keyin choy ichib o'rish zo'r bo'ladi. Bizga kerak bo'ladigan narsa mana shu uchalasi emas, ikkalasi. U narsa kerak bo'lmaydi. Yo'q, kerak emas. 100% javob kerak emas bu narsa menga. Hozir shunday boraman, daraxt bilan tosh yig'ishtirib kelaman birinchi o'rinda. Tosh bilan devorlar qilaman, yog'och bilan ustini yopib turib, keyin oldiga zabor qilish kerak. Zabor qilmasa u qochib ketishi mumkin, bilasizlar, uchib ketishi mumkin, lekin nimagadir uchmayapti. Menimcha qanoti zararlanganmi, nimadir bo'lgan, o'shaning uchun ham ushlab olgan bu jitel yaramas, bo'lmasa ushlay olmasdi. Xo'p, hozir mana bu toshlardan ko'proq yig'ishtirib olishim kerak imkon qadar. Sababi esa qanchalik katta qilsam u qanotini yoyganda shunchalik devorga tegmasligi kerak, bilasizlar o'zingizlar ham. Chunki u Ender Dragon-da, Ender Dragon bo'lgandan keyin katta dragon bo'ladi. Ismi nima ekan? Ism yo'qmi-kan? Yo, ism qo'yish kerak ham bilmayman. Ism qo'yamiz hozir borib. Uni ismini nima deb atashimiz mumkin? Kommentariy yozinglar, qani sizlarning fikringlar bilan bitta ism qo'yaylik, qani nima bo'lar ekan. Menimcha katta ehtimol bilan sizlar Tursunxon deb ism qo'ysanglar kerak, chunki bu zo'r ism Tursunxon ismi. Hozir borib chaqirib ko'raman Tursunxon deb. Qani hadeydimi yo'qmi? Agar hadesa rostdan ham ismini Tursunxon qo'yib yuboramiz. Xo'p, 45 ta. Menimcha yetsa kerak, hatto yetmaydigan bo'lsa, shaxta 3 qadam bemalol yugurib kelib olib ketsam bo'ladi. O ana turibdi, ko'rasizlarmi Tursunxonni. Hozir Tursunxon bilan gaplashamiz. O'zi Tursunxon desak hadermikan bilmadim. Voy Tursunxon, qandaysan? Tursunxon, eshityapsanmi meni Tursunxon? Agar sening isming Tursunxon bo'lsa, og'zingni och. Og'zini yopib oldik, ochiq turgan og'zini ham. Og'zingni och. Ochdi. Ana ko'rdinglarmi? Endi sening isming Tursunxon, sen Tursunxonsan. Tursunxon, sog' bo'lasizlar demaysan faqat. Chunki sen gapirishni bilmaysan, qani sog' bo'lasizlar deyishing uchun. Hozir senga mana bu yerdan chotchi qilib uy qurib beraman, faqat mazza qilib yashashing uchun, odamlarga teginishing uchun emas, yoki odamlar bu yoqqa olib kelib turib, qamab turib, nimadir qilishing uchun emas, просто tak mazza qilib dam olib o'tirishing uchun. Quyoshda hozir issiq yoz. O'shanda salqinda dam olib o'tirasan. O'tirishni bilmayman qanday bo'ladi, lekin dam olib o'tirasan, qarаш. Tushunayapsanmi, brachka? Xo'sh, ana endi mana bu tomonlarni sira tozalaveramiz. Nima deyapman? Shu kunlarda nimagadir g'alati gapirib qo'yibman. Tursin, ahamiyat bermaysan endi. Sen bilasan endi Dragonsan, senga gapirganim bilan sendan qo'rqyapman, to'g'risi. Tushunyapsanmi? Va shu qo'rqyapman. G'alati o'y ketyapti-da. 1 2 3 4. Mana shu 4 ta bo'ldi. Hoppa, baribir sakray olmas ekan. 1 2 3 4. Menimcha shotga ana endi qiladigan ishim ustki qavatni yopish kerak. Ustki qavatni yopganimdan keyin senga atrofiga zabor qilib beraman, tamom. Boshqa narsa kerak emas senga, chunki atrof ochiq turmasa sen qanotingni yo'ya olmaysan. To'g'rimi Tursunxon? Nima deding? To'g'ri. Lekin senga qoyilman. Nimamcha gapirmayapsan, zerikmayapsanmi? Men bo'lsam ko'raysan, tinmay gapirib yotibman. Obunachilarim bilan gaplashib o'tiribman. Sen bo'lsan, hapshi gapirmas ekansan. Mana shu juda ham tortinchoq, uyatchang bola ekansan, yo qizmisan, bilmadim. Qani ko'rmaymiz, mayli. Hozir ko'rib bo'lmaydi baribir. Hop, asta men borib yana bir ikkita tosh olib kelay, yetmay qoldi toshlarimiz. Obunachilik, qarorchi, Tursunxon sizlarga yoqdimi yo'qmi kommentariy yozib qoldiringlar, lekin Tursunxon vobshe u Tursunxon ekan, chunki turmayapti, ko'ryapsizlar, yotib olgan. Tursunxon bo'lib olgan, o'shaning uchun uni endi ismini o'zgartirishimiz kerak. Tursunxon emas, O'tirsunxon deymiz. Hozir boraman aytaman, sening isming bugundan boshlab emas, hozirdan boshlab Tursunxon emas, O'tirsunxon deyman. O'shanda u keyin o'zini o'zi endi men o'tirsam hamma o'shaning uchun o'tirishim kerak deb o'tirib oladi hozir, lekin o'tirib olgan-ku. O'shaning uchun ham o'sha o'tirishiga moslab turib O'tirsunxon deb yubordim. Ko'ryapsizlarmi? Men o'sha любой narsaga o'zimdan to'qib nom to'qib tashlayapman, ko'ryapsizlarmi? Lekin ba'zi shu gapiradigan gaplarimni tushunmay qolaman o'zim ham. Gapiradigan gaplarim esimdan chiqib qolaveradimi bilmayman.
O'tirsinxon, sen Tursunxon eding-ku, sen endi O'tirsinxon deymiz. Bo'ladimi? Og'zingni ochsang ha degan bo'lasan. Ana bo'ldi. Ha dedi, ko'rdinglarmi? Va dedi. Sen endi O'tirsinxonsan. Sen chunki o'tiribsan-ku. O'tirganing uchun seni O'tirsinxon deymiz. Agar turib turganingda sen Tursunxon derdik. Olib kelgan toshim baribir yetmadi-ku. Olmadan vapsh dahshat omadda, ko'ryapsizlarmi? Bitta sakrab ana shuni ustiga hoppa o'tirmas. Oldimda shaxta turibman, qayg'alarga yuribman, tentakka o'xshab. Bu yerda shaxta bor ekan, shu yerdagi toshlar olsam bo'lardi. Voy tuppoy. O'tirsinxon meni boshimda aylantirib tashladi rostdan ham. Chunki u Ender Dragonda, u Minecraftdagi eng katta bosslardan biri. O'shaning uchun undan cho'chibroq turibman-da. Shu uchun ham g'alati ishlar qilib qo'yibman. Bo'laman, shu 18 ta. Hozir yana yetmay qolsa bor. Juda asabizlar. Jetel, qurayapman, ko'ryapsanmi? Ha, ko'ryapman, zo'r bo'ladi, davom et. Aha, mayli. Sen pul berganing uchun men qurayapman deb o'ylama. Prosta bekorchi bo'lganim uchun qurayapman. Ko'rmayaptimi? Pul uchun qurayapman o'zini. Chunki pul bermasa tupoymanmi men unga bekordan bekorga uy qurib beradigan darajadagi. O'shaning uchun ham shuni deb qo'yibman, ko'ngilchangda. Tak ana endi borib daraxt olib kelish kerak. Hoppa, o'tolmas ekanman. Shu hech qo'limdan kelmayapti bitta uy ustiga ikkinchisiga o'tish. Chunki uzoqda bir-biridan uylar. Agar yaqinroq bo'lganda o'tsam bo'lardi. Tak bizga qancha daraxt kerak bo'lishini bilmayman. Atrofini full zabor qilib chiqish kerak. Muhimi usti yopildi, hech qanaqa yomg'ir, pomg'ir, quyosh degan narsalar unga xalaqit qilmaydi. Faqat atrofini o'rasak, atrofidan ham hech narsa xalaqit qilmasa, u mazza qilib, kayf tiqib yashaydi. Hatto yeb ichariga nima beradi bilmayman. Ana Jetel menimcha qanaqadir o'zini maxsus taom bo'lsa kerak, osh bersa, osh liboy narsaga osh ketadi. 10 kuningdan 1 kuning qolsa ham osh ye, 10 pulingdan 1 puling qolsa ham osh ye degan bilasizmi? O'shaning uchun ajdarhoga ham osh berib o'rgatish. Choy bilan oshni berib qo'ysa, choyda ichib, oshni yeb yotadi, mazza qilib kayf tiqib. Menimcha o'sha 18 yilga daraxt ekib ketamiz, yaxshilik qilish kerak-da. Bu qanchalik yaxshilik bilasizlar, bu kislorod ishlab chiqaradi, aholiga yaxshilik bo'ladi. Men shu parkurchi bo'lib ketyapman kundan kunga. Men shular ustidan sakrab yurishga вообще o'zimga yoqib qolgan. Bo'yim yetmayapti-da, bu narigisiga yetishga lekin. Mayli, bir amallab yetkazib olamiz. Narvonga ham yaxshi chiqadigan bo'pman. Narvon osonda narvonga chiqish. Bizga kerak bo'ladi taxtani olamiz. Bitta verstak kerak bo'ladi. Uyimga verstak bor, uyimga borib kelishga to'g'risi erinayapman. Verstakni qo'limga ari qo'nsin. Yo'q, sen qo'yma haligi qo'limga, chunki seni ko'tara olmaydi qo'lim. Sen qo'nishni xayol qilma. Buni qo'yamiz-da. Endi bizga zabordan kerak, zabor. Buni yarmini olib bunga qo'shib 20 tadan biz 40 ta mana bunaqa cho'pak yasaymiz. 1 2 3 4 ta cho'pak olib qolamiz-da. Qolganini shunday zabor qilib olsak 24 ta menimcha yetmaydi. Yo'q, qolganini ham zabor qilib 36 ta. Taxta tugab qoldik. Men eshik yasamoqchi edim. Ammo nimadir qilaman, topaman qayerdandir. Ikkita taxta ham olib qolish kerak edi. Cho'pak olib qoldim 4 ta, lekin taxt olib qolish eski yo'q. Mana shu yetar ekan. Bemalol mana o'sha tuga, ko'ryapsizlarmi? Qolganini nima qilishimni aytayapman. Qolganini mana bunaqa qilib qo'yaman, mana bunaqa tursa, sakoy turadi menimcha. Xo'p, jetellar shu g'alati ovozli chiqazayra bir-biri bilan gaplashib o'tiribdi, bilmayman. Voy jetellar, jim o'tirlaring, xo'pmi? Bitta joylaringda shunday ushlab o'tiringlar, tamom. Ender Dragon O'tirsinxon, sen asabimga tegma, xo'pmi? Sen asabimga tugul o'zimga ham tegma. O'zimga tegsang asabimga tekkaning tugul, vobshe asabni buzib qo'ygan bo'lasan. Mana shu ortiqcha bo'ldi, bilyapman. Ender Dragon senga ham noto'g'ri ko'rinyapti, ya'ni g'alati ko'rinyapti. Olib tashlayman, bo'ldi. Problema netuda. Xo'p, bizga nechta? 3 ta zabormi, 4 ta zabor tutdim. Pastga tushib ketibdi. Yaramaslar qochibdi. Bitta bir dona, 2 dona edimi? Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Mayli, hech narsa qilmaydi. Hozir yana bir ikkita narsalar qilish kerak-ku, lekin nima qilishi mumkin? Bitta yerga bu yerga qo'ysak, mana. O'tirsin, bemalol o'tirib mana shu yerda yashayverasan. Xo'p, bo'pti, men ketdim, qarochi.